Biza doimiy ravishda oziq-ovqat savdo qilinadigan har bir joylarda reydlar olib boramiz. Xodimlarimiz tomonidan bir necha marta mana shu savdoga chiqarilgan, muddati ko'rsatilmagan hamda iste'molga yaroqliligi to'g'risida hech qanaqa ma'lumoti bo'lmagan mahsulotlar aniqlanib kelgan. Bugungi kunda mana ikkinchi marta mana shu kolbasa mahsulotlari aniqlandi. Avvalgi kunda ham xuddi shu mahsulot aniqlangan edi. Fuqaroga nisbatan jazo chorasi ham qo'llanilgan. Mahsulotlari yo'q qilingan, savdodan chiqarilgan, brakovka qilingan. Lekin bugungi kunda yana shu holat takrorlandi. Mana hozir shu yerda 350 kilodan ortiq kolbasa mahsulotlari hamda pishloq mahsulotlari mavjud. Shu kabi mahsulotlarni muddati ko'rsatilmagan, mahsulotlarga iste'molga yaroqligi to'g'risida ma'lumoti bo'lmagan mahsulotlarni iste'mol qilinganda oziq-ovqatdan zaharlanish holatlari kuzatilishi mumkin. Shu bizlarni aholimizni shu oziq-ovqatdan zaharlanishni oldini olish uchun mana shu mahsulotlarni aniqlab yo'q qilamiz. Ya'ni oziq-ovqatdan zaharlanish eng og'ir kechadigan kasallik bu botulizm kasalligi. Ayni shu dudlangan kolbasalardan shu botulizm kasalligi ham aniqlanishi mumkin.